Hozir 3 ta odam, ikkitasida qoni quyuq. Hammada shu kamchilik bor qizlarjonlar. Men o'zim kundalik ishlatib yurgan giyohlarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qon suyultiradigan, birinchi o'rinda qalampir munchoq, bunga yetadigani yo'q. Zo'r suyultirib beradi. Har kuni o'zbek xalq choy damlaydi, to'g'rimi? Shu choynakka 2 dona yoki 1 dona qalampir munchoq tashlaylar. Juda ham zo'r. Mana degan aptekadagi eng qimmat dorilaringizdan ham yaxshi ishlaydi. Kardamon 1 dona yo 2 dona. Badga urmaydigan. Hidi shunaqa priyatni, bu yurakni ham baquvvat qiladi. Bunisi barbaris, bu ham qon suyultiradigan narsa. 1 donadan tashlasanglar ham juda ham zo'r suyultirib beradi. Choynakka, choyga qo'shib. Qizlar, bularni oddiy ziravorchidan topishinglar mumkin. Mana bu kardamon Farxaskidan oldim. 100 grammi 60 mingdan va 130 minggacha sotishyapti. Hamma har xil narxda. Agar undan ham arzon joyini bilsanglar, yozib qoldiringlar, kimgadir foydasi tegadi. Rosa zo'r narsalar. Hidi juda ham priyatni. Bularni qo'shib damlab ichsanglar, choyni boshqacha choy icha olmaysizlar. Maza qilib ichasizlar. Qonni ham suyultiradi.